Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 12. qism. Bir kuni Musa alayhissalom Allohim, seni zikr qilishim uchun bir kalima o'rgatgin deb yolvordi. Alloh taolo, hey Musa, la ilaha illalloh deb meni zikr qil dedi. Shu vaqtda Musa alayhissalom, men buni bilman-ku dedi ajablanib. Ha, bilasan dedi Alloh taolo. Ammo bilginki yer va osmonni tarozining bir pallasiga, la ilaha illallohni ikkinchi pallasiga qo'ysang, bu kalima ig'irroqdir. Raqib, sen ana shu buyuk kalimaning ma'nosini o'rganmoqdasan. Raqib adboning har bir so'zini qalbiga naqshlashga intildi. Ularning bir burjakda shipirlashib o'ltirishlariga boshqalar ham ko'nib ketgan edi. Kecha va kunduzning farqini ular yemak tarqitish vaqtiga qarab bilishatdi. Saqib g'oba o'z lashkarlari bilan Jalutning xizmatiga ketganligi uchun zindonda ham zulm ozladi. Saqchilar avvalgidek vahshiy emas. Zindon eshiklaridan marab qo'yadi. Mahbuslar badani qetib qolmasligi uchun turli mashg'ulotlarni qiladi. Kimdir yetib olib qo'lini yerga qo'ygancha putining uchlari bilan tik turib va qo'lini yeyib ham yig'sa, kimdir o'ltirib turadi. Hammaning qandoq bo'lsin bir mashg'ulotlari bor edi, biroq tartibi yo'q. Adba boshqacha yo'l tutdi. U har kuni yetib qo'lini yig'ib echish hamda o'ltirib turishlarning sanoqlarini nazorat qilib, raqibga jismoniy quvvatlanish to'g'risida dars berdi. Va raqibga arish, lavha, qalam, kurs, odam otining yoritilishi, shaytonning kibri va shu kabi ko'plab mavzularda gap qildi. Allohning ism sifatlarini tushuntirdi. Raqib har bir darsni yaxshi o'zlashtirdi. Qora zindon raqib uchun ajoyib go'zal bir madrasaga aylandi. 5 yillardan keyin raqibning mo'rlari kengaydi. Bo'yi o'sdi. Ovozi o'zgardi. Soqol burutlari chiqishga boshladi. Belikidagi kuch o'zini oshkorladi. Adba uning dushman hujumidan himoya qilinish haqida dars berishni boshladi. Qiri mahbus qo'l bilan jang qilishning bir uslubini sanoqsiz qatim takrorlashni talab qiladi. Zindonda zulm kemaygani uchun boshqa mahbuslarning adbo va raqibga sababsiz adovat qilishi yo'qoldi. Endi ular orasida ham suhbatlar uyg'ondi. Bir necha mahbus xuddi ulardek ibodat qilishni xohladi. Adbo ularni ham rad qilmadi. Ya'ni 3 kishiga Musa alayhissalomning ta'limotini yetkazib Yana 5 yil shu bo'yicha o'tdi. Raqib 19 yoshga kirdi. Adbo bo'lsa yana mu qerib ketdi. Raqib kuchga to'lib, cho'ngib, ko'rkamlashgan sari adbo qerib ketgan edi. Mo'risi muhchaydi. Ko'zlari ojizlashdi. Qo'llarida, qochoqlarida 10 yil avvalgi kuch-quvvat yo'q edi. Shundoq bo'lsa-mu adboning chiroyi nurliq edi. Uning yuzidan terilayotgan nur raqibning nazarida zindonni yo'rtayotgandek tuyuladi. U 10 yil adboni faqat zikr bilan ko'rdi. Birasi uni g'am yoki qayg'uda ko'rmadi. Na o'tmish, na kelajakdan ansirmaydi. Robbimizga ibodat qilib yashaymiz. Boradigan manzilimiz aniq. Ba'zida nima uchun qayg'u chekimiz deydi. Raqibga Allohga taslim bo'l. Allohni haqiqiy yaxshi ko'r. Allohdan qo'rqin. Allohning rahmatidan umid uzma. Taslim bo'lmasang kibrga zanjirlanasan. Mehr muhabbatni, axloq fazilatni, go'zal hayotni, shijoatni yo'qotsan. Muz va toshga o'xshab qolasan. Allohdan qo'rqmasang iymon va sabrni yo'qotsan. Nafsingga qul bo'lasan. Umid qilmasang shaytonning odatini tutgan bo'lasan deb ko'p ta'kidlaydi. Adbo payg'ambarlarni so'yinib tilga oladi. Robbimizning elchilariga jinim fido bo'lsin.
Odamlar orasida ulardek ma'sum hech kim yo'q. Odamlar ichida ulardek itoatga munosib hech kim yo'q. Odamlar ichida ulardek suyumlik hech kim yo'q, deb İbrahim alayhissalomni maqtab ketadi. İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoil alayhissalom bilan Ka'bani qurgan. Alloh taolo İbrahim alayhissalomga taslim bo'l degan vaqtda u zot darhol olamlarning Robbisiga taslim bo'ldim deb taslim bo'lgan. Raqib qanchalik zulm chekmayli, biz Allohning vahiysi yerga kelib turgan zamonda yashamoqdamiz. Oxir zamonda Ahmad degan payg'ambar tug'iladi. U arshga chiqadi. Hamma payg'ambar Allohga Ahmad bilan uchrashsam, uningga iymon keltiraman, yo'lida ma'aman deb va'da bergan. Men shu ulug' payg'ambar davriga yetsam, uning yo'lida jinimni beratdim. Hayron qolma. Alloh Habibim degan zotni so'ymasak bo'lamdi. Adba o'zi gap qilib, ko'pincha o'zi yig'laydi. Robbimning yanida qanday ahvolda bo'larman deb shundoq yig'laydiki, saqli ho'l bo'lib ketadi. Raqib ham shu holga tushadigan bo'ldi. Alloh bilan yuzlashadigan shu minutlar uning fikri xiyolidan ketmaydi. Shu paytlarda zindonda ekanligini unutib, qayergadir uchgandek bo'ladi. 19 yoshida raqibning qalbida Ka'ba muazzinni ziyorat qilish orzusi paydo bo'ldi. Adba uningga tabassum bilan men ham shundoq bo'lishni xohlayman. Biroq qadar xiyoldan doim ustun deydi. 10 yil o'tib, Jalut o'z poytaxtiga katta g'albalar bilan qaytdi. Sarkardalariga ham o'z shaharlariga berishga ruxsat berdi. Saqib G'oba ham shahriga kibr va hayvat bilan kirib keldi. Butun olamga ko'z-ko'z qilib 40 kun dasturxon soldi. Zindondan yuzlab mahbuslarni chiqardi. Qolganlarga bir necha kun yaxshi tamoqlarni berdi. Qandaqdir yangi plan bilan kelgan edi. Buni hamma odam yaxshi biladi. Bu planning orqasida og'ir azoblar kelishi oydek ro'shan edi. Odamlar Saqib G'obining bu saxovatidan zarracha xushal bo'lmadi. 50 yillik qattiq qulluq siyosati xalq engidan ishonchini, samimiyatni butkul supurib tashlagan edi. G'obining buyuk plani bir oz o'tib hammasiga ma'lum bo'ldi. Baytul Maqdis muqaddas shahar. İnsaniyat tarixida kuch-qudrat tamsili bo'lgan buyuk shahar. Fatihlar, jahongirlar, podshohlarning ko'pinchisi shu shaharni o'zining qilish orzusida o'tdi. Payg'ambarlar makoni, buyuk shaxslar yig'ilgan muborak shahar Baytul Maqdisdir. Jalutning qo'shini 10 yillik urush davrida sharqiy chegaralarning ko'p qismini egalladi. Bu qo'shin İsroil avlodlariga cheksiz adovatda bo'lib, qayerga bormasin, Yahudi bolalarini o'ldirishga, mol-mulkini tortib olishga odatlangan edi. O'limdan salomat qolgan Bani Isroil qavmining davlatmand boylari, fiqirlari, turli toiblari milodiydan avvalgi taxminan 1000-yillarda Baytul Maqdisga yig'ilib keldi. Jalutning rahimsizlarcha qirg'in qilishi ularni shu joyga haydagan edi. Chunki ular Musa alayhissalomdan keyin Shamvil ibn Bani alayhissalom bu shaharda odamlarni Musaning shariatiga da'vat qilayotganligini angladi. Musa alayhissalom Allohning izni bilan ularni barcha balolardan qutqazganiga o'xshash osmondan xabar kelib turadigan Allohning payg'ambari Shamvil alayhissalomga ulardan Jalut balosini yiroqlashtirishga umid bog'layotgan edi. Baytul Maqdisning cho'ng kichiki, boy kambag'allari, zodigarlari, faqirlari bir joyga yig'ilib Shamvil alayhissalomni taklif qildi. Shamvil alayhissalom aytilgan vaqtda kelishgan joyda hozir bo'ldi. Bani Isroil qavmi ansirashdi edi. Odamlar top-top bo'lib nimalardandir muhokama qiladi. Tashvishlik ovozlar hamma atrofni qoplagan. Shamvil alayhissalom kishilar orasidan o'tib, o'zi uchun yasab qo'ygan munbarga chiqib o'ltirdi. U kishi qo'lida Musa alayhissalomning mo'jizasi bo'lgan hosini tutib olgan edi. Odamlar payg'ambarning kelganini bilgachga ovozlar besiqdi. Qavmining cho'nglari, isil zodilari
Şemvil aleyhisselamның qarşısida sap tartib, Allah'ның peygamberinin sözünü kütüp, saqlavutqanlığını körüp, gap başladı. Adamlarını yaratqan zat yalğuz Allah'ның özüdür. Onun şeriki yok, tangdishi yok. O barcha mahluqatlarning egisidir. Güzel maqtashlar uningga xosdir. Hukm uningkidir. Kuch-quvvat uningkidir. İbadet qilishga loyiq zot udur. Ey odamlar, Allohga ibodat qilinglar. Allohdan qo'rqinglar. Musa alayhissalom Allohning bir oddiy bandisi va haq payg'ambaridir. Men uning payg'ambar ekanligiga, Tavratning Alloh taolo Musa alayhissalomga bergan kalomi ekanligiga guvohlik berman. Men Şemvil ibn Bani Allohning oddiy bandisi va uning haq payg'ambari. Men Musa alayhissalomning shariatiga o'z qavmimni da'vat qilish uchun payg'ambar qilindim. Oxirgi zamon payg'ambari Allohning habibi Ahmad agar men yashayotgan bu zamonda kelsa, uningga iymon keltiraman. Uning yo'lida jang qilaman. Ey Isroil bolalari, ey mening qavmim, sizlarni ana shu e'tiqodlarimga chaqiraman. Qabul qilinglar. Qabul qilganliklaringizni aytinglar va men sizlarning so'zinglarni anglayman. So'zlanglar. Şemvil aleyhisselam nasihatni tugatgandan keyin odamlar kayni-kaynidi. Ey Şemvil, sening hamma so'zing haq. Allohdan boshqa iloh yo'q. Sen uning va haq payg'ambarisan deb aytishdi. Şemvil aleyhisselam ularning so'zlarini diqqat bilan angladi va osmonga qarab dedi: Olamlarni yaratgan Rabbim Allah. Qavmim iymon keltirdi. Men guvohlik beraman. Sen ham guvoh bo'lgin. Keyin odamlarga dedi: Savolinglar bo'lsa, so'ranglar. Kishilardan biri yuqori ovozda so'zladi: Ey Allohning payg'ambari, bizga bir podshoh tayinlab bergin. Biz uning qo'l ostida Alloh uchun jang qilaylik. Şemvil aleyhisselam bu so'zni degan odamga diqqat bilan qaradi-da, diqqatini odamlarga qaratdi. Jang qilamsizlar? Jang qilamiz, jang! deb tovlashga boshladi. Şemvil aleyhisselam ozroq malomat ohangida dedi: Alloh sizlarga urushni farz qilsa, balki urushmasliklaringiz mumkin. Chunki sizlar va'dasini tiz unutadigan qavmsizlar. Tiz qaror chiqarib, uningdan tiz voz kechadigan xalqsizlar. Bir narsaga iymon keltirib, uningga ko'p shubha qilg'uchisizlar. Jasoratni da'vo qilib, qo'rqoqlikdan xijil bo'lmaysizlar. O'zinglarni yo'q sifatlar bilan maqtaysizlar. Halbuki o'zinglarni sifatlagan sifatning birarisiga ega emassizlar. Yo'q narsani bor deb aytsizlar. Bor narsani tan olmaysizlar. Oqni qora, qorani oq deyishdan hayo qilmaysizlar. O'zinglarni aldab yuraversizlar. Jininglarga xatar kelib, dushman bilan yuzlashmagicha joyinglardan midirlamaysizlar. Esinglarni topmaysizlar. O'tmishdagi xatoliklaringlardan xulosa chiqarmaysizlar. Bak ko'p gap qilasizlar. Bak ko'p uxlaysizlar. Bak ko'p ko'ngil xushlik qilasizlar. Haq so'zga toqatinglar yo'q. Sabat va subut sizlarga yiroq gap. Zulmdan boshqa narsa sizlarni terishib harakat qilishga majburlay olmaydi. Xorliq patqog'iga cho'kib ketayotgan bo'lsanglarmi, ammo o'zinglarni katta tutsizlar. Shuncha illatlaringlar turib, Alloh yo'lida urushmoqchimisizlar? Tafakkur qilinglar. Alloh sizlarga urushni farz qilsa, balki urushni xohlamay qolasizlarmikin? Odamlar jim bo'lib qoldi. Şemvil aleyhisselamning biror so'ziga e'tiroz bildirmadi. Chunki payg'ambar ular haqidagi aynan haqiqatni aytdi. Ammo kishilar o'z so'zlarida ching turdi. Ey Şemvil, ey Allohning payg'ambari, sen to'g'ri deding. Biroq bugun vaziyat boshqa. Jalut bizning yurtimizni besib oldi. Bolalarimizni o'ldirdi. Bizlarni o'ziga qul qildi.